Made in China. Bugun bu yorliq kundalik hayotda qo'llanadigan mahsulotlarimizning deyarli yarmida bor. Bundan atiga 50 yil avval Xitoy aholisining 80% qashshoqlik darajasidan pastda kun kechirgan. 4 dan 3 qismi dalada mehnat qilgan. Bugun esa Xitoy dunyodagi ikkinchi yirik iqtisodiyotga aylanib, dunyo mahsulotlarining 3 dan 1 qismini ishlab chiqarmoqda. Xitoy faqat biz bilgan zavodlar va arzon mahsulotlar emas, balki o'z strategiyasiga ega bo'lgan, ta'sir doirasi ko'zga ko'rinmas, ammo qarz va qo'shtirnoq ichidagi iqtisodiy hamkornoma ostida O'rta Osiyo hududlariga chuqur kirib borayotgan imperiyadir. Biz Xitoy iqtisodiyoti yoki rivojlanish tarixini yoritib bermoqchi emasmiz. Biz Xitoyning hiylasi, imperialistik mafkurasi va qarz sirtmog'i haqida gapirmoqchimiz. Chin qadimdan Markaziy Osiyo hududlari ularga tegishli bo'lgani va bu yerlar Xudo tomonidan ularga tortiq qilinganini da'vo qilib keladi. Buni xitoylik general Li Yacho o'zining ilmiy ishida keltirgan. Hattoki bu mafkura harbiylar, siyosatchilar uchun darslik sifatida o'qitiladi. Bu g'oya bugungi kunda Xitoyning O'rta Osiyodagi harakatlari va investitsiyalaridan ko'zlangan maqsadini belgilab beradi. Ayrim chala siyosatchilar Xitoy xavf emas, imkoniyatlar davlati deyishi mumkin. Shu mana shuni nazardan olib qaraydigan bo'lsak, Xitoy xavf emas, imkoniyatlar davlatimiz uchun. Axir nima qilsin? Bu ham yuqoridan kelgan buyruqni bajaradi-da. Lekin Xitoyga o'tib ketayotgan oltin konlari yoki sotib olayotgan yerlar va inshootlarga nima deysiz? Ayrimlar O'zbekistonda yerlar sotilmaydi deb xalqni chalg'itishga urinadi. Xitoy sotib oldi degani, yerni ko'chirib olib ketadi degani emas. Bu sekin-asta mustamlaka qilish degani. Ko'chalardagi xitoycha yozuvlar, bannerlar, Xitoy inshootlari, o'tgan yil fevral oyida bo'lgan Milliy bog'dagi yurishlar yoki Chinatown Namangan majmuasi. Bularning barchasi odamlar ongida Xitoyning kirib kelishini oddiy holga aylantirishdir. Xitoy qo'shin o'rniga iqtisodiy qaramlik, qurol o'rniga qarz bilan kirib keladi. Bu esa qurol bilan bostirib kelishdan ancha xavfliroqdir. Xitoy Belt and Road, ya'ni bir kamar bir yo'l nomi ostida butun dunyoda, jumladan O'rta Osiyoda ulkan infratuzilma loyihalarini moliyalashtirmoqda. Biroq bu saxiylik ortida nima yashiringan? Bu aynan qarz sirtmog'i deb ataladigan strategiyadir. Mexanizm oddiy: yonayotgan uyni tala. Xitoy korrupsiya va ishsizlik ko'paygan, tanish-bilishchilik urchigan mamlakatlarga katta miqdorda qarzlar beradi. Mamlakat qarzni qaytara olmagach, Xitoy strategik joylar, portlar, konlar va yerlarni o'z qo'liga oladi. Xuddi Shri Lanka va Jibutidan portlarni tortib olganidek. Hatto u yerga harbiylarini ham olib kirdi. Bular bizdan bir necha ming kilometr uzoqdadir. Lekin burnimiz tagida bo'layotgan ishlardan nega bexabarmiz? Tojikistonni olaylik. Xitoy sarmoyalar kiritdi, qarzlar berdi, hatto hukumat binolarini sovg'a sifatida qurib berdi. Evaziga 2011-yili 1100 kvadrat kilometrdan ortiq hududini, keyinchalik Pomir kollarini egalladi. Hatto harbiylarini ham kiritdi. Aynan 2011-yilda O'zbekistonga ham 1,5 milliard dollar kredit ajratgan. Rasmiy bayonotlarda bu hamkorlik deb atalgan. Lekin bu qarz evaziga Xitoy O'zbekistondan uzoq muddatli va muttasil ravishda paxta tolasi, tabiiy gaz, uran, rangli va nodir metallar olish huquqiga ega bo'lgan. Xitoy avvaliga kichik tadbirkorlarni narx bilan sindirib, bozorni egallaydi. Keyin esa xohlagan narxini belgilaydi. Bu bozor tamoyili. Maqsad qo'rqitish emas, balki ogohlantirishdir. Hozirgi kunda O'zbekistonda 3300 dan ortiq Xitoy korxonalari faoliyat yuritmoqda. 2025-yilda Xitoydan jalb qilingan investitsiya va kreditlar miqdori 25 milliard dollarga yetgan. Bu esa mamlakatga kelayotgan barcha xorijiy investitsiya va qarzlarning 40% ga to'g'ri keladi. 2017-yil Xitoy Dushanbeda hamkorlik sovg'asi sifatida Tojikiston parlamentining binosini qurib berdi. Xuddi shuningdek, 2012-yil Afrika ittifoqi bosh qarorgohini ham beg'araz yordam sifatida qurib foydalanishga topshirdi. 2018-yilda esa Xitoy sovg'a qilgan binodan maxfiy tinglash moslamalari topilgan. Serverlar har kecha ma'lumotlarni to'g'ridan-to'g'ri Shanxayga uzatib turgan. O'zbekistonda ham Xitoy bir qancha binolar qurmoqda. Kim bilsin ularning ichida qanday surprizlar yashiringan. Bugun hattoki AQSh Xitoyni xavf deb ko'rayotgan paytda nega bizning hukumatlar jim? Nega bu haqda gapirmaydi yoki gapirishga qo'ymaydi? Tanqidiy fikr bildirgan, Xitoy xavfidan ogohlantirgan jurnalistlar va faollar bosim ostida. Hatto ularni chaqirib uzr so'rattirmoqda. Chunki tepadagilar orqasi ochilib qolishidan, xalq boyliklar, oltin konlari, neft, gazlar qayerga ketayotganini bilishidan qo'rqishadi. Umuman olganda, xalqning ongi ochilishini istashmaydi. Shuning uchun odamlarni uyg'otayotganlarni og'zi yopiladi. Bugun O'zbekistonda tug'ilayotgan har bir bola bo'ynidan 1000 dollar qarz bilan dunyoga kelmoqda. Olinayotgan qarzlarning tayinli sarflangan joylari yo'q.
pul qayerga ketyapti, nimalarga qancha sarflanyapti? Bular bizga noma'lum. Tizim shaffof emas. Berilayotgan pullar jozibali ko'rinar, lekin ichki va tashqi qarzlar mamlakatni tubsiz botqoqqa yetaklaydi. Endi bu alohida bir mavzu. Xitoyning O'rta Osiyoga qanday munosabatda ekanligini tushunmoqchi bo'lsangiz, qardoshimiz bo'lgan Uyg'urlar holiga qarang. U yerda sodir bo'layotgan voqealar bizni kelajakda nima kutayotganining ko'zgusidir. Xalqaro tergov jurnalistlari va bir qator nufuzli ommaviy axborot vositalari oshkor qilgan Shinjon politsiya fayllarida Xitoy 2 million Uyg'ur va boshqa musulmon etnik ozchilikni qayta tarbiyalash markazi deb ataydigan majburiy qamoqxonalarga yuborgan. BMT 2024-yil oktyabrda e'lon qilgan rasmiy hisobotida Xitoy Uyg'urlarga nisbatan genotsid amalga oshirayotganini tasdiqlagan. Hisobotda majburiy mehnat, jinsiy zo'ravonlik, oilalarni bir-biridan ajratish, xalqaro huquqning jiddiy buzilishi va tizimli qiynoqlar hujjatlashtirilgan. Mana bugun biz o'zi rivojlanmasdan boshqa davlatlarga qaramlilik oqibatini Venesuela misolida ko'rdik. Ular faqat neftiga ishongan davlat edi. O'zi rivojlanmadi. Oqibatda esa AQSh uning mana shu tayanchini ham tortib oldi. Endi bizga tahdid Rossiyami yoki Xitoy? Bu ikkisidan biri bizning rahbarlarini boshiga ham shu kunlarni solishi mumkinmi? Biz buni albatta Xitoy deb bilamiz. Chunki Rossiya cho'kib borayotgan imperiya. Uning iqtisodiyoti aynan neft va resurslarga tayangan. Ayniqsa Ukraina urushi uning belini sindirdi. Lekin Xitoy hali urushlarga kirgani yo'q. O'zining iqtisodiy potensialiga ega, harbiy jihatdan ham o'z salohiyatiga ega bo'ldi. Shuncha narsani ko'rib turib ham investitsiya kirityapti deb qarsak chalib turaversak, ertaga Maduroning kuni bizning ustimizga tushadi. Bizning bobolarimiz, ajdodlarimiz mustaqilligi, o'z madaniyati, o'z tili uchun jonini bergan. Bu bilan dushmanga qarshi qurol ko'tarib chiqaylik demoqchi emasmiz. Balki o'z pozitsiyamizda turaylik. Yegan og'iz uyaladi deb bor budimizni qo'shqo'llab topshirmaylik. Bilib qo'ying, yeganning albatta bir kun qusmog'i bor.